In va yan ramziga e'tibor berganmisiz? Qarang, in 6 raqamiga o'xshaydi va 6 energiyasi bu Veneraning energiyasidir. Va yan esa qarang, 9 raqamiga o'xshaydi. 9 esa bu Mars energiyasidir. Bejiz aytilmaydi. Ayollar Veneradan, erkaklar esa Marsdan deb. Vedic bilimlari bu barcha dunyodagi mavjud bilimlarning asosidir va ushbu Vedic bilimlarda nima deyiladi? In ayol energiyasini tashuvchi. Ayollar haqida. Ayol bu tug'uvchi, dunyoga farzand keltirish. Bu bilan u ajdodini, davomchilari, avlodini keltiradi. Dunyoda odamzod bardavomligini ta'minlaydi. Ayolning vazifasiga yana oilasining uyda energiyasini saqlash hisoblanadi. Erkak esa yan energiyasini tashuvchisidir. Erkak vazifasi esa bu ta'minlash, oilasini qo'llab-quvvatlash va ayolining 9 ta energiya bo'ylab barcha ehtiyojlarini ta'minlash. Va ayniqsa 9-energiyani ta'minlashi o'ta muhimdir va uning o'ta majburiyatidir. Va albatta, bu ayolning xavfsizligidir. Agar ayol o'zini xavfsiz his qila olsa, shundagina u o'z energiyasini to'g'ri va to'liq bera oladi. Erkak faqatgina ayol energiyasi bilan to'laqonlik yashay oladi. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, avvallardan armiyada bo'lganlarga sevgililari xat yo'llashsa, yuqori turuvchi komandirlari xatni askarga topshirishmagan, avval o'qib ko'rishgan va agarda u yerda askarning sevgani askarga kechir, ammo men boshqasiga turmushga chiqyapman degan gaplar bo'lsa, ular askarga bu xatni topshirishmagan. Sababi askar hayotida yashashiga ham xohishi qolmay, kurashdan ham qaytar holatga kelib qolar edi. Chunki yan energiyasiga kuch beruvchi bu in energiyasidir. Va in energiyasisiz yan energiyasi hayotda yashashdan ma'no topolmaydi. Endi qarang, ushbu ramzni teskarisiga aylantirsak nima bo'ladi? Qarang, olov so'nadi, suv esa qaynaydi. Muvozanat yo'qoladi. Dunyo qonuniyati buzilib, tebranishlar boshlanadi. Ya'ni odamlar hayotida ham agarda erkak o'z o'rnini bilmasa, o'z mas'uliyatini bajarmasa, ayolini xavfsizligini ta'minlab qo'ymasa, u holda mana marhamat, tersiga bu ramzning holatida yan energiyasini tashuvchi erkaklar qorin qo'yadi. In energiyasini tashuvchi ayollarda esa tuxumlar o'sib chiqa boshlaydi. Mana shu ostinning ustun bo'lishi barbodchilikni keltirishni ko'rinishidir. Endi bir atrofga qarang, qanchadan qancha erkaklar qorin qo'ygan u qanchadan qancha ayollarda tuxumlari o'sib chiqqan.